Gapimga javob beraman. Agar men hozir sizga o'rgatadigan mana shu so'zlarni poor, rich so'zlarni o'rniga ishlatsangiz, examiner sizga уже 9 emas 10 qo'yib yuboradi. Xo'p, bizda boy, kambag'al degan sifatlar bor, to'g'rimi? Bular nima? Rich, boy, poor, kambag'al. Agar bizda oxiriga er, ya'ni poorer, richer qilsak, boyroq, kambag'alroq bo'ladi. Lekin biz buni boshqacharoq aytsak bo'ladi. Ya'ni level'i balandroq qilib aytsak bo'ladi. Bu qanaqa? Siz agarda boyroq odamlar demoqchi bo'lsangiz, richer people ni o'rniga better off people desangiz, buni уже level'i o'sgan, u examiner siz agar shu so'zni ishlatsangiz, tomi ketib qoladi. Agarda kambag'alroq demoqchi bo'lsangiz, misol uchun poorer people ni o'rniga qanaqa aytsa bo'ladi? Bu less well off people. Bir xil. Poorer people, less well off people. Richer people, better off people. Ikkalovi bir xil. No, men sizga hozir o'rgatganimni level ancha baland. Ishonavering. Video yoqqan bo'lsa like bosing va menga obuna bo'ling. Har kuni oson tilda sizga mana shunaqa zo'r so'zlarni o'rgatib boraman. Bye bye.